Oqtulporga mana keyingi mijozlarimiz kelishibdi. Qayerdan keldiğine? Chortoq rayoni Beshqo'rg'on qishlog'i. Chortoq rayoni. Xo'p, sharoitlar qanaqa? Yaxshi, rahmat. Kesib bo'laver. Oilaviy chiqding, ha? Ha, oilaviy Qizingiz. qizim, mana Kishi, kelinim. mana beralarım. Beki o'zi doim chiqamiz biz Oqtulporga. Juda yaxshi yer. Kelinglar. Bitta savolim bor-da, aka. Kechagi yaxshi pul o'ylanganmisa, u yerdagilar topishganmi? Yo'q, yaxshi ko'raverganman. Maktabda birga gaplashib yurgansiz. Ha, yo'q, biz bitta gaplashibman, yana Oqtulporda olib qochganman. Oqtulporda olib qochgansiz. O'sha Oqtulpor. Tilla tishi ham yoshlikda qo'ygansiz. Shunaqa. Hop, bizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizlarga tekin bo'ladi. Oqtulporga akkaunti bor, Instagram'i bormi? Yo'q, keyingi safar tekin bo'ladi. Keyingi safar tekin bo'ladi. Obuna bo'lganlar yo'q. Bo'ldi, yo'q. Mana nevarangizning nafsi harakat qilsa doktor qilasizda. Bo'ladi, xudo xohlasa. Bu kishi uloqchi bo'ladilarmi? Yo'q, bu afsonaga boradi. Afsonada nima qiladi? Afsonada ishlaydilar. Yaxshi, birovga o'ylamaydilar-da. Ha? Jo'li yaxshimi? Hammalarga fikringiz. Rahmat. Kelsa bo'laveradi. Ha, juda zo'r. Kelmagan jo'ralarni kutib qolamizmi? Ha, kelmaganlar kelinglar. Juda salqin, juda yaxshi yer. Sharoiti yaxshi. Kutib qolamiz. Obuna, like bosib kelasizlar. Mana oilaviy chiqib, dam o'ylab ketaverasizlar. Joylarimiz yetarlicha bor.